Bechora qizni to'y kuni akasi va turmush o'rtog'ini o'ldirib, o'zini esa zo'rlashdi. Lekin mohir jangchilardan biri unga yordam berdi va buning hammasi uchun o'ch oldi. Film juda ham qiziqarli, o'tkazib yubormasdan ko'rishga harakat qiling. Uni boshlashdan oldin esa kanalimizga obuna bo'ling va videoning pastiga like bosish esingizdan chiqmasin. Demak, siz bilan qisqa film kanali, quloqchilaringizni taqing va boshladik. Tanishing, James Aksi. U Koreyada va jinoyatchilarni ovlab, ularning evasiga pul ishlardi. Uning hayoti esa jinoyatchilarni ovlash, kazino o'yinlari va vinodan tashkil topgandi. Navbatdagi tunlarning birida u hamma o'yinchilarni yutdi va endi u yerni tark etmoqchi edi. Uning yoniga esa ish boshqaruvchi kelib o'tiradi va birga o'ynashni taklif qiladi. Agarda ko'r jangchi yutsa, u pullarni 2 baravarga ko'paytirib oladi. Agarda boshqaruvchi yutsa, ko'r jangchi o'z qo'lini tashlab ketish kerak. O'yin boshlanadi va boshqaruvchi ko'r jangchi yutqizganini aytadi, lekin unday emas edi. Tomoshabinlar esa erkakning xatti-harakatlari yoqmaganligi uchun bir-birlariga bir narsalarni pichirlay boshlashdi. Lekin boshqaruvchi yutqizgan bo'lsa-da, o'yin taqdirini o'zim hal qilaman deydi. Shunday qilib endi urush boshlanaman deb turganda, u yerga binoning xo'jayini keladi va ish boshqaruvchini o'z joyiga solib qo'ydi. Xo'jayin ko'r jangchidan uzr so'radi va o'yinni davom ettirishni aytadi. Lekin jangchi o'yinni davom ettirishni xohlamadi va hamma yutuqlarni olib u yerdan ketadi. Lekin jangchimizga uzoqqa ketish nasib qilmadi. Hozirgina hurmatli bo'lib turgan xo'jayin o'z jangchilari bilan qahramonimizning yo'lini to'sib, bundan hamma pullarni olib qo'ymoqchi edi. Lekin ular kutishmagandiki, oddiy ko'r ularning hammasini yer tishlatdi va xo'jayin va uning yollanma qotillarini o'z ramkasiga tushirib qo'ydi. Bundan roppa-rosa bir oy oldin Niyang ismli qiz o'z hovlisini yig'ishtiradi va stolni bezatayotgandi. Lekin uni ko'r jangchi chalg'itib qoladi. Erkak o'tib ketayotib vino hidini sezgandi va qizdan vinoni pul evasiga sotishini aytadi. Lekin qiz bunga rad javobini berdi, chunki vino uning ertangi kungi to'yi uchun maxsus tayyorlangandi. Lekin qiz undan ertangi kungi to'yiga qolib, vino va o'zining to'yida mehmon bo'lishini aytadi. G'ururli Cheng esa taklifni qabul qiladi, lekin qizga pul beradi, chunki uning qarindoshi yoki oilasining do'sti bo'lmasdan turib, uning to'yiga kelish erkak uchun uyatli edi. Qiz esa uning qopidagi odamni ko'rib qo'rqib ketdi. Shunda Cheng uni tinchlantirdi va qopning ichidagi odam jinoyatchiligini aytib, ularni tutish uning ishiligini aytadi. Ertalab esa Niyangning uyida to'y boshlandi. Lekin bayram uning akasi kelishi bilan tinchib qoladi. Kuyov birdaniga tiz cho'kdi va uning akasiga qarab, kelinni hech qachon xafa qilmasligini aytadi. Aka esa uni qo'rqitib, singlimni kim xafa qilsa, uni o'ldiraman deydi. Aka shunchaki hazil qilgan bo'lsa-da, bu mehmonlarni qo'rqitib yuboradi va tez orada to'y tamom bo'ldi. To'yda esa faqatgina ko'r jangchimiz qoldi, lekin u ham ozgina kayfi oshib qolib, uxlashga yo'l oldi. Tunda esa ko'r jangchi o'ziga kelib, hovliga chiqib, nimadir xatoligini tushunib yetadi. Yerda idish-tovoqlar siniqlari va kelinning qarindoshlari yotardi. Ichkarida esa stolning ustida u Niyangning o'zini topdi. Qiz tirik edi, lekin birdaniga tushunib yetdiki, u bilan qo'rqinchli narsalar sodir bo'lgan. Ma'lum bo'ldiki, ko'r jangchimiz uyquga ketganida, vinochilar uyiga u bir oydan keyin o'sha ko'rishadigan kazino xo'jayini kelgan ekan. Uning kelinning akasi bilan qandaydir ishlari bor edi va shu ishlarni bitirish uchun uning yoniga kelgandi. Bechora aka esa singlisiga teginmasliklari uchun hamma narsaga tayyor edi. Lekin xo'jayinning buyrug'i bilan ular bechora aka va kuyovni o'ldirishdi. Kelinni esa stolning ustiga bog'lab, vahshiylarcha zo'rlashdi. Ko'r jangchi esa qizni tinchlantirdi va unga shunday dedi: "O'ylama, hammaning o'zining taqdiri bor." Ertalab esa ko'r jangchimiz tutib olgan jinoyatchisini mirshablarning oldiga olib bordi. Jinoyatchi qochib ketmasligi uchun esa u jinoyatchining qo'li va oyoqlarini sindirgan edi va o'z pullarini kutardi. Jinoyatchi esa mirshablardan birini u bilan ham tovoqlikda aybladi. Ko'r jangchi esa uni tayoq bilan uradi. Mirshab esa ko'zi chiqib ketib yerga yiqildi. Ko'r jangchimizga pullarni berishadi va u shahardan chiqib ketishini aytishadi.
bo'ladi. Lekin u vinochilar uyida bo'lgan voqeani eslatib, jinoyatchilar qilganlarga yarasha jazo olishlariga umid qilardi. Jinoyat bo'lgan joyda esa hujumchilardan dalillar qolgandi. Yuven oilasi, lekin Mirshab qizga hammasini unutishini so'radi va uning qarindoshlarini oxirgi manzilga yaxshi kuzatib qo'yishini aytadi. Qiz esa ajablanish bilan davlat qo'riqchisiga ko'zlarini ko'tarib qaradi va u nima deyotganini umuman tushunmasdi. Qiz uni qonunsizlikda aybladi va o'ziga himoyachi topaman deb qo'rqitadi. Mirshab esa qiz bilan kelisha olmasligini tushunib yetib, bu dalillarni shunday qildiki, bo'lgan voqealarga uning akasi aybdor va hatto o'zi ham. Ko'rchangchi esa qizning yonini ola boshladi va qiz yetarlicha azoblandi deydi. Lekin Mirshab undan og'zini yopib, o'zining ishiga aralashmasligini aytadi. Shunda Chang ularni hammasini urib, qizni ozod qildi va qizga bu yerdan uzoqroqqa ketishini aytadi. Lekin Yang ko'rchangchidan o'zini ham birga olib ketishini so'raydi. Chunki endi unda hech kim va hech narsa qolmagan edi va qiz katta shaharga ketishni xohlardi. U yerda adolatni topish uchun. Shunday qilib bular bir necha kun yurib Layangacha yetib borishdi va birinchi bo'lib uzoq yo'ldan so'ng ular ovqatlanib olishadi va qiz jangchiga qolgan vinosini berib shaharning oxiriga yo'l oladi. O'sha shaharning oxiridagi katta barabanni urib yordam olish uchun. Ko'rchangchimiz esa Messining yoniga boradi. Mahalliy sohib jamoa unga jinoyatchilarni buyurtma asosida topib beruvchi qizning oldiga. Juftlik bir-birini juda ham ko'p vaqtdan beri tanishardi. Ularning do'stligi shunchalik ediki, qiz hattoki jangchimizning ko'zini ham davolashni orzu qilardi. Qiz unga yangi topshiriq beradi va katta pullar olishini aytib, bu pullar mohir tabibga murojaat qilish uchun yetishini aytadi. Chen esa qizga qarab, sening qarayotganligingni ko'rmaslik uchun ko'zimni davolatmoqchi emasman deb hazil qildi. Lekin aslida ko'zlarini davolatish uchun uning ichida umid paydo bo'ldi. Chen endi ketayotgan vaqtda esa uyga bir yaradorni olib kelishadi. U esa boshlig'i Yuven bugun general Gonning qizi bilan unashtirilgani, lekin u boshlig'i Yuvenni himoya qilayotgan paytda bir g'alati ayol tashlanib uni yaralaganini aytib berayotgandi. Yuven qizni o'ldirmoqchi edi, lekin general uni to'xtatib qolib, hammasini o'zim hal qilaman degan. Ko'rinishidan esa qiz Yuvenning o'ynashi bo'lib chiqdi. Chen esa o'zini ushlab tura olmadi va yaralangan erkakni qo'ldan ushlab tashqariga olib chiqib tashladi. Hayron bo'lgan Missin esa nima bo'lganini so'raydi. Lekin undan hamma hikoyani eshitib, bunga ham bu narsalarga aralashmasligini aytadi. Chunki oila juda ham qudratli va nufuzli edi. Bu gaplarni eshitishni xohlamagan Chenni esa qiz haydab yubordi. Lekin ko'rchangchi shaharga qaytib, birovning jinoyatlari uchun jazoga tortilgan qizni qutqarmoqchi bo'ladi. Va xuddi shu kunlarda u qimorxonaga borib, filmning boshidagi voqealar sodir bo'lgandi. Qimorxona boshlig'i undan pullarni tortib ola olmay yerda yotardi. Ko'rchangchi esa Niyang qayerdaligini undan so'ray boshladi. Ma'lum bo'ldiki, qizni jallodning yoniga jo'natishibdi. Ko'rchangchi esa ichkariga kirdi va jallod bilan urusha boshladi. Bechora qizni har xil joylarini kesib, qiynab, qilmagan jinoyatlarga iqror qildirishgandi. Ko'rchangchi esa jallodni o'ldiradi. U bilan ishlarni tugatib, qizni Missining uyiga olib bordi. Ko'rchangchi qizga u va Niyangni shahardan olib chiqishini aytadi. Lekin ular ko'rchangchi haqida unutishlari kerak. O'zlariga har xil muammolarni orttirib olmasliklari uchun Missen do'stiga ular bilan birga qo'shilib ketishini aytadi. Lekin ko'rchangchi aytdiki, uning ko'zini baribir davolab bo'lmaydi va bu hayoti hech qachon endi o'zgarmaydi. Shuning uchun ham u shaharda qolib, Niyangga azob bergan odamlardan o'ch olmoqchi. Jangchi qizlarni shahardan tashqariga olib chiqadi va ularni otga o'tkazib, Layan shahrining adolatsizliklaridan uzoqroqqa jo'natadi. Qimorxona boshlig'i qora xonada o'ziga keladi va ko'rchangchini nufuzli qarindoshlarini aytib qo'rqitmoqchi bo'ldi. Lekin Chen aytdiki, u allaqachon uning qarindoshlari haqida biladi. Uning avlodida faqatgina o'g'irlar bo'lgan. Jangchi uni qiynab, savol-javobni boshlaydi. Nima uchun Niyangning oilasi qirib tashlandi? Qiynoqlar vaqtida hammasi ma'lum bo'ldi. General Gonning buyrug'i bilan o'g'irlar komandasi bir qabrdan juda ham katta xazinani o'marishgan. Guvohlardan soqit bo'lish uchun esa general o'g'irlikda qatnashgan hammani o'ldirishni buyuradi.
Ularning ichida esa Niyangning akasi ham bor edi. Lekin akasini o'ldirayotgan vaqtda uning bir o'zi bo'lmaganligi uchun uning hamma oilasi qirib tashlangan. Aybdorni va hamma sabablarni bilib olgan jangchimiz qimorxona boshlig'ini jazolash uchun esa metalibdan foydalanadi. Tezda jinoyatchi to'dalarda ko'r jangchining harakatlaridan panika boshlanadi va bunga Messenning yoniga yordam so'rab kelgan yaralangan erkak guvoh bo'lib qoladi. U ko'r jangchini qayerdan izlash kerakligini aytadi va bir guruh jangchilar qizning uyining yoniga yig'ilishadi. Ular kelib eshikni ochganlarida esa Metalib ishga tushdi va qimorxona boshlig'ining bo'ynini kesib yubordi. Messing jarohatlangan Niyangni o'zining o'rmondagi uyiga olib keladi va qizning narsalarini yig'ib qayergadir ketish kerakligini aytadi. Va Niyangga tezroq harakat qilishini aytib, o'zi ham u yerdan ketadi. Lekin o'rmondagi uydan uncha uzoqlikda bo'lmagan joyda unga deb jo'natilgan yollanma qotillarning qo'liga tushadi. Ko'r jangchi esa general Goning yollanma qotillari ovqatlanayotgan joyga kiradi va Yuveng hozirgina tutib olingan Messenni so'roq qilganicha qotillar bilan urushadi. Qiz ko'r jangchi kimligini aytib berishga tayyor edi. Uni Jen I deb nomlashgan. 2 mustahkam qo'l va qilich. Ko'r jangchi esa generalgacha yetib boradi va generaldan so'raydi, qizingni kimga berayotganingni bilasanmi? General birdaniga unashtiruvni bekor qiladi va juda ham jahli chiqqandi. Chunki u to'yni faqatgina xazina uchun uyushtirgandi xolos. Lekin shu payt Yuveng generalni o'ldiradi va Messenni ham o'ldirib, uning tanasi bo'm-bo'sh qiymada shahar bo'ylab hammaga ko'rsatiladi. Bularning hammasi haqida esa ko'r jangchi eshitadi va uning g'azabi shunchalik ortdiki, bir daqiqaga hatto ko'zlarini ham ochdi. Chen jangchilarni yiqqan aybdorning yoniga cherkovga boradi. Ko'r jangchi ular bilan urushib, oxirida yonadigan suvni sepib, hammasini mag'lub qiladi. Qaysidir payt generalning bosh jangchisi uning orqasidan bir necha bor jarohatlaydi. Va og'riqlar va zo'rg'a jang qilishiga qaramasdan, Niyangning uyida, ya'ni vinochilarning uyida hamma voqealarga sababchi bo'lgan odamning jonini oladi. Eshikning oldida esa u Messensiz yolg'iz qolgan payti o'zining oti paydo bo'ldi. Ot o'zining xo'jayinini topgandi. Endi esa ular birgalikda shahardan chiqib ketishlari mumkin. Niyang o'ziga xavf-xatarsiz boshpana topadi. Qizga esa ko'r jangchidan xat keladi. U Messenning nomidan hamma ishlar yaxshiligi va hamma sog'-salomatligini aytib xat yozgandi. Ko'r jangchi esa odamlarning uyiga baxtsizlik olib keladigan jinoyatchilarni tutishda davom etadi. Uning faqatgina borlig'i qo'ldagi arqoni va unga bir umr sodiq qora oti edi xolos. Shu bilan esa filmimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agarda film sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Siz bilan esa sevimli qisqa film kanalingiz bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.